Kada 4 skopga, elden de yine 3 skopga. Şu taxtalarımız hemmesine bugünden başlap skitga beramiz. 4,5 vagona skitga qo'yilgan. Geladi 45 ming so'mdan to'laydi ikkita beramiz. Setib o'taman. 73.500 so'mdan demak skitga ketdi hammasini. Xatini bilan keladigan bo'lsa, обязательно bir podarka ham olib ketadi. Dostlar, bugünkü videorologimiz Ruski lesa bağışlanadi. Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, do'stlar. Xonimlar va janoblar, jentlmenlar. Xankinskiy ko'cha o'rtoqlar. To'g'rimizda Shark, arka tarafimiz 9 axiri 02 Xanka. Şöyle bir himchiska var o'rtoqlar. 7000 rup ona buramiz. 100 metr giramiz. Eldimizde Ruski les. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salommi. Yaxshimisiz? Tamam. С праздником. Rahmat sizdan. Bayramlar bilan ichsiz. Sog'liqli. Shukr, yomon emas. Ichib o'tiribmi? Zo'r rahmat, xudoga shukr. Bir zo'r yangilikimiz bor, shuni bir size aytib, bir xalqimizga tanishtirib o'taylik deb chaqirdik shu maqsadda. Bo'ladi. Ya, bayram yaqinlashayotir. Bahor bayrami Instagramda, Telegramda, YouTube'da ko'pchilik klientlar skidga atmaysizlarmi? Chegirma bo'lmaymi degan takliflar berib turdilar. Shunga chegirmani dim zo'rini qo'ydik, xudo xolasa. Videomiz chiqqandan boshlab sroki 8-martgacha aytib qo'ydik. Ya'ni Qo'shimcha. Videomiz ertangdan ketsa 8-martgacha bo'lgan aralıkta ma'lum tovarlarimizga katta skidga berdik. Az tanishtirib o'taman. Ruslan kommentariyada bir klientning fikrini o'qib qoldimda. Ruskiles Asatga verajlari skidga beradi, aksiya beradi deb aytib o'tdilar-da. Arka tomonimizda ham vagon. Vagonlar kelib turibdi o'rtoqlar. Tak. Unda balanddan keladi. Kada 4 skopga, elden de yine 3 skopga. Şu taxtalarımız hemmesine bugünden başlap skidga beramiz. Taxtalarımızı o'lchab ko'rsataman. Razmeri 14'lik, 22'lik. Yeni 14, kalını 2-2. Shuni tushuntiraylik xalq tilida. 50 ming so'm 49 mingdan sotilgan. Demak 45 ming so'mdan qo'yamiz. 44 emas, 46 emas. Savdolashish yo'q. Keladi 45 ming so'mdan to'laydi ikkita beramiz. Bir iltimos, yana bir so'm qaytsang bo'ymi? Yo'q, 45 ming so'm bu skidga senasi. Buning narx bo'lmagan hali. Taxtani yeni 14'lik. 14 dan ham ziyatinda pripuski bor. Qalinligi 2-2'lik. Ko'rinib turibmi? Demak bu ko'rinish uchun taxtalara skidga bunning narx bo'lmagan. Bu bahorgi skidga 8-mart munosabati bilan butun Xorazm viloyatidagi xotin-qizlarimiz agar
Xatini bilan keladigan bo'lsa, обязательно bir podarka ham olib ketadi. Rus kelesdan. Erkekka sinchik bo'ladi o'zi. Erkakka esa skitkali bahada qilib beramiz. Ana do'stlar. Demak, taxtalarimizni yana eslatib o'tamiz. Dastavkalarimiz o'sha Xorazm viloyati bo'ylab 15 million so'mlik xarid plus besplatniy dastavka. Lekin xarid miqdori 15 million so'm bo'lishi kerak. Demak, bu birinchi tovarimiz. 10 yaqin tovarlarimiz skitkaga qo'yilgan. Hozir yana ham ko'rsatib o'tamiz. Ketdik. Tak, davom etamiz. 4 metrlik pol taxta oladigan odam tabiiy 6 metrlik ham kerak bo'ladi. Masalan, 10 metrlik xona 1.4, 1.6 ketadi. Demak, bu taxtalarimiz umuman sal qalinroq. Tak, buni ham o'lchab ko'rsatib o'taman. Demak, taxtalarimiz yeni 14,5, 14,5 ha, qalini 2,4. Demak, taxtalarimiz 80 ming, 79 ming so'm sotilgan. Eslatib o'taman. 73.500 so'mdan demak, skitga ketdi masalan. Taxtani ko'rdingiz, Ruslan. Ajoyib. Oz emas. Oz emas, sanoqli emas. Demak, ishida jami hozir 4,5 vagona skitga qo'yilgan. Shu turishi bedan beracha 4,5 vagon. Demak, yana bir qiziqlari bor Ruslan. Bozorda ya bo'lmasa boshqa yerlarda ko'p ko'ramiz. Taxtani sorti bor. Mendan so'rayveradilar, mana bu sort, hammasi bir taxta yo'q. Demak, taxtani A sorti, B sorti bor. Bu degani taxtani yan boshida garbil, obzor, ya bo'lmasam yuzuna chiqqan, ya uzuna borib 13-12 bo'y ketgan yerlari bo'lishi mumkin-da. Demak, A sortda unday narsa bo'lmaydi. Lekin B sort deganimizda bunday narsalar bo'ladi. Yani klientlarimizga ko'rsatib o'tamiz. Garbili bor, bundan bor, lekin yuzuna chiqmagan. Demak, bir-birine kakadon bo'lsa, qolib ketadi orasida. Demak, buni ham narxini 70 ming so'mdan aytib qo'ydik. Bu 75 ming so'm sotilgan. 70 ming so'mdan keladi. Qarang, razmerini yana o'lchab beraman. Razmer 14,5, tak qalinlik ham 2,4. 70 ming so'mdan sotuvda 8-martacha bo'lgan aralıkta demak, bemalol keladi. A sorti 73,5 ming so'm, B sorti 70 ming so'mdan tayyor kelib olib ketaveradilar. Ana endi strabillarni, rekalik, yana boshqa vajlarni ko'rsatib o'tamiz. Tak, qarang Ruslan, biza xaridorlarga sotish bilan birgalikda respublikamizning ko'p yerini Optima sotamiz, ya'ni vagoni bilan xarid qiladi. Hozir bu viloyatlarga Optima yuklanib turibdi. Demak, buni vagoni bilan xaridorimiz olgan. Demak, agar mabodo viloyatlardan yoki respublikamizning boshqa joylaridan videomizni ko'radigan xaridorlarimiz telefon qilsalar, обязательно chiroyli narxda vagonlarimizni ham olishlari mumkin. Telegram gruppalarimiz bor. Menga yozsalar, Telegram gruppalarimizga ulimiz, Optima gruppamiz dona sotiladi. Bemalol masalan bo'ladi. Hozirning o'zida skladimiz ichida 12 dona tayyor vagonimiz bor. Nere boradi endi bu xudo xolasa? Bu xudo xolasa Samarqandga ketadi. Sağ ol. Bir vagonimiz bu Qoray ketadi. Ya dostlar. Gelaverasi, Liboy viloyatidan o'rtoqlar. Olib ketaverasizlar. Sonra beda asosan shipirni strapili bilan shipir rekaliklar skitga qo'yganmiz. Taxtalarimizni o'lchab ko'rsatib o'tamiz. Taxtalarimiz eni 11 santilik, eni 11lik, qalini 2,3lik. 2,3lik. Demak, taxtalarimizni buni rekaga bo'lib beramiz. Buni o'zi seli amidalar. Demak, o'rtasidan bo'ladigan bo'lsak 5,5 2,3lik reka bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik 5,3 deb aytadi. Xalqimiz tilida shunday aytiladi. Demak, 5000 so'mdan sotilgan 4600 so'mdan skitga bahada sala bo'ladi. 4,5 bo'lmaymi, Farruh? Yo'q, bu skitga to'g'ri emas. Yo'q. Bizning kanaldan 4600 so'm. Chunki bu o'zi qish oylarida 5300, 5,5 ham sotilgan. Hozir 5000 ga tushgan. Ana skitga bahada yana 400 so'm qaytib beramiz. Demak, 5,5 2,5 rekani 4600 so'mdan xarid qilsalar bo'ladi. Keyin video davomida eslatib borishim kerak, Ruslan, skitkani vaqti chegaralangan. Ya'ni 8-martacha deb qo'yilgan. Ko'pchilik klientlar 1 oydan, 2 oydan keyin kelib ham shu bag'ani talab etadidan. Skitkadan maqsad, demak, taxtalarga chegirma berishdan maqsad ma'lum belgilangan tovarlarni tez xalqimizga yetirib, shuni sotish. Ikki tomonlama foyda. Bir tarafdan bizning taxtamiz sotilsa, ikkinchi tarafdan bahor havo qizdi, hamma qurilishni boshladi. Gasin chegirmali bahada xarid qilsin. Ko'pchilik buni hozir joya bosiradi Ruslan. Razmeri 19lik, ya'ni 19,5 ko'rsatadi hozir. Tak, qalinligi 4,5. 220 ming so'm sotilgan. Ko'pchilik xaridorlarimiz olib o'tdi, biladi. Demak, bu ham 199 ming so'mdan kelib akitaveradilar.
6 metrlik ha? 6 metrlik. 20'ye 5 deb aytadi ko'pchilik. 19'a 4,5 199 ming so'mdan kelib ikkita xalasalar o'rtadan bo'ldirib shipira qilib beramiz. Bo'lib beramiz o'rtadan. Shuning ichida mahir? Mut. Bo'lib berish mut içinde. Tak. Sana bir de halkımız yaxshi ko'radi 11'e 4 deydi. 11'e 4 ekstrabillarımız. Demek bunu çistin kalını eni 11 santilik. Eni 11. Kalını 3'ü 6. 3'ü 6. Yani 11'e 36. Yana birisine ölçek göstermen dile interes yaxshi bo'ladi. 3'ü 6 razmeri. Demek Sasna. Sasna. Bak strabillarımızı qarang. Men hozir üstünde yine bir xatlar hesaplab beraman. Tak. Strabillarımız 90 ming so'mdan satılgan. 86 ming so'mdan qilib beramiz. Demek ki skitkani eng bombası 86 ming so'mdan 11'e 4. Yani 11'e Bu başka bo'ladi. Bu 14'lik. Tamam. Şunu 14'lik razmeri. Tak, buna ölçep beramiz. Tak, yine 14 cm. Kalını 3'ü 6. Yine 3'ü 6'lık. Yani buna hesaplab beramiz. Bunu tak 110 ming so'mdan chiqadi bahası. Hesap. 6 6 metrlik ha? 6 metrlik. Tak, bedeki strabillarımız 170 ming so'mdan satılgan. Yine 19'a tak kalınlığı 3'ü 6. 6 metrlik ha? 6 metrlik. Bu strabillarımız tak 170 ming so'mdan satılgan. 155 ming so'mdan qilib beramiz. Demek qarang. Buni ko'pchilik özünü sel işletmeydi. Ortadan böldürüp beramiz. Strabili 9,5'a 3'ü 6 bo'ladi. 77,5 ming so'mdan qilib beramiz bahasini. Demek skitkali tavalarımızı gösterdik. Ruslan abi'de paskasini açamiz desak dim ko'p. Demek hammasini birin bahasini aytib chiqish уже uspet qilimiz. Video ham cho'zilib ketadi. Gelsinler Liboy şuradaki bir yandan tutup özü gören tuttu 3,5 vagon bede skitkaya koyulgan. Şuradaki hamma tovarni skitkali bahada qilib beramiz. Ana olsa. Srok 8 martacha. Bu anda yana bir zo'r yangilikim bor. Ko'rsatib o'tamiz. Qana. Avval vagonlarda sal muammo bo'lib turadi Ruslana. Nima? Demak, bu yandan ko'rsatsangiz vagonning stoykalar gelishi boshladi. Tak 270, 280, 3 metr, 310, 320 hammasidan bor. Demak, klientlarimizni hammasini yetadi. Demak, bular bozordan boshqadan 100 ming so'mga chiqib ketyapti narxlari. Demak, hozir dekkanchilik desam bo'ladi. 70 ming so'mdan boshlaydi, 100 ming so'mgacha bor. Demak, iri yo'g'anna qarab 70 ming so'mdan 100 ming so'mgacha vagonli stoykalarni xarid qilib ketsalar bo'ladi. Bundan tashqari Beryoza yog'ochlarimizdan yo'nilgan variantlarni tayyorlab qo'ydik. Ko'pchilik beryozani yondirib bermaysizlarmi? Nechun yondirmay qo'yibsizlar degan takliflar bo'ldi. Shuning uchun yana bu yerda tayyor 2 vagon beryoza yo'nilgan tayyor varianti 85 ming so'mdan boshlanadi. 270 ming so'mgacha bor. Eng kattasi 270 ming so'mdan sotuvda. Bulardan tashqari silindr yog'ochlarimiz ham bor ustana. Silindrdagi ham tozalangan yog'ochlar ko'pchilik biladi. Demak 10, 12, 14, 16 diametrda yog'ochlarimiz bor. Demak, o'nliklari 95 ming so'mdan. 95 minglikini sababi, yana bir sababi uzunligi 4,10 ga kelgan. 4 metr emas, 4,10 ga kelgan. Hozircha shu varianti bor. Xudo xolasa 3-4 kuni 9lik, ya'ni 85 ming so'mlik arzon variantlar ham kiradi. Xudo xolasa bemalol kelaveradilar. 14liklari, 16liklari ham sotuvda bor. Hozir 6 metrliklarini ham ko'rsatib o'tamiz. Shu silindr yog'ochda sal chalkashlik bor-da. Sababi 14 dedi. Akşam bir xaridorimiz geldi. Bozorda dedi 14likni 260 ming so'm deb aytdi dedi. Xo'p, chisti 14 mi desam, o'lchak ko'rganim yo'q, 14 da o'xshaydi dedi. Demak, bu yerda 13lik varianti kelgan. 250 ming so'm gelishtirib beramiz. Lekin 14 deb aytadi ko'pchilik. 14i haqiqiysi imunda. 14 mi? Haqiqiy 14i munda yana. Yana videoda. Demak, 14ligi hozirgi narxi 295 ming so'm. 300 so'm, 295 ming so'm berilib turibdi. 14 bilan 13 ni aralashtirmanglardan. O 16lik degandan 15lik varianti bor. 16 varianti bor, 18likdan 17 i 18 chesting originalli varianti bor. Demak, xalasazlar 13, xalasazlar 14. Farqi yo'q, lekin ikisinden ham bor. Yog' chiqmayapti-ku buni. Bular 100% quritilgan. Havo. Yana o'zi ayrilgandan ham bilsalar bo'ladi. Sushit bo'lgan, ya'ni hozir
uy bastırış uchun kutib o'tirmaysiz avvalgidek. Ya ağaçım kurusun, başka. Yağaçlar tayyor, doğru. Faruk bana 14 çıktı. Arenam 14 çıkan mı? Bir yana vanam 14, banam 14 chiqadi, chistin. Bir xil silindr tayyor yo'nalgan. Bir de 16lik razmeri bor. Bak 16lik ham chistin sasna. Xaridorlarimiz o'tgan safargi videodan aytib o'tdim. Videorolik foydali bo'libdi. Ajratib boshladilar kelib. Elchasi bilan sasnasini farqini aytdim-ku. Klientlar rahmat aytib yozibdilar. Foydali bo'libdi videongiz. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. 16ligi bor, 18liklar ham bor. Kelishib beramiz chiroyli narxida qilib, xudo xolasa kelsalar. Lekin bular shu narxi o'sha, bular skidka yo'q. Lekin ko'rsatib o'tgan narsalarimizni обязательно skidka qilib beramiz. 6 metrlik bor. 6 metrlik. Necha so'madi bu? Tak. 6 metrligi 390 ming so'm sasnasi. Tak, archa varianti ham bor, archa varianti 370 ming so'mlardan chiqadi bahasi. Demak, bu sasnasi archa varianti ham bor. Tak, Ruslan aka qarang. Ko'pchilik bizadan inobatdan shu yo'naslar yo'nilman bilan nav farqi bor edi. Yo'nilmanning ustida bidir shuning yarqishlari bo'ladi. Buni hozir o'yab borsangiz qarang, o'sha taxtaning ustida o'zida chong'ina qarang buni, apelkasini. Bu uyingizdan musor bo'ladi. Biza sizda zo'r yechim qilish uchun buni zo'r variant qilganmiz, keling. Demak, silliqligini. Bu chong'i sizning uyingizda bormidi? Chong'i bormidi? Chong'i bizada qoladi, apelkasi bizada qoladi. Sizning uyingizda tayyor varianti boradi. 8-mart munosabati bilan buni ham metrini 1200 so'm edi. Metrini yo'nish haqqini 50% chegirma beraman. Gelib bana uchrashadi, dibo ishidan taxta oladi. 100 taxta oladi. 1200 so'mdan bo'lganda 4 metrlik taxtangiz 5000 ga tushami? 2,5 ming so'mga yondirib ketadi taxtasini. Hisob. 50% ha? 50% skidka. Yo'nishni o'zini yana klientlar tag'a deb tushunmanglar. Demak, 5000 so'mga yo'niladigan taxtani 2,5 ming so'mga yondirib ketadilar. Demak, bu aksiyamiz faqat 8-martgacha amal qiladi. 5000 so'mga yondirishni 2,5 ming so'mga yondirib ketadi. 4 metrlikini. Keyin bu yerda yana bir zo'r yangilik bo'lgan. Ko'rsatib o'taman, qarang sana. Bu domik navbayada zachishdi. Terimok. Ava, terimokda. Demak, qarang. Hisob. Buni Boniku. obzorni klientlarimiz ko'rish uchun vagonkada yasaganmiz. Vagonkada ham o'zlarimiz 100% mahsulot bir-biridan giziladi. Tak, icham, deysham vagonkada afshifka qilingan. Buni shu klientlarimiz kelganda ko'rish uchun qildik. Obrazец. Obrazец. Buni polini shpontdan qaqdik. Qarang, stik, bez stik. Stikni ko'rinmaydi-na. Sababi 100% qurgan taxtadan shpont qilib qaqilgan. Güzelmi? Tep-tekli Bez stik, shpont ichine giradigan. Az ko'rsatdim. Bular polni depasi, yonbashi, inamoning o'g'illari, iminning ichida turadigan bir obshifkasi yomon ko'rinib qoladi-da. Sho'llarnacha o'zlarimizda производство chiqqan aynalarnacha qo'yib berganmiz. Bu o'zlarimizni shu bo'limni savdo ofisi bu. Keladi, zakazini yozdiradi, xolasa iminning svejiy havoda dam olib, kofeni urib dedik-ku. Shu domik 101% o'zlarimiz производство. Unga faqat bir narsa qo'yilgan, yana bunda demir qo'yilgan, bu bizaniki emas. Tushunarli. Boshqa vaji hamma vaji, poli, patologi, obshifkasi, hamma narsasi tepasidan gizli. O'zlarimizning mahsulotlar qo'yilgan. Demak, mix ham o'zlarimizda sababi bu taxtalar ham mixlar qaqilib keladi, ustalar ko'par rossiyskiy mix deb ishlatadi. Yana buni shponti, polini shpontini ko'rsatib o'taman. Shu taxtamizdan chiqarilgan. Eni 10lik, qalin 2,5lik taxtadan chiqqan. Hozirgi рабочий prosess, рабочий ishlaydigani 8,5 santi. Ya'ni 8,5 santini kvadratga giradi. Bu ichine giradiganini olib tashalgan. Demak, buning bahasi qarang 50 ming so'm edi. Shu bunda razmeri bor. 93 ga 23 4 metr skidka beraman. Durishini skidka beraman. 50 ming so'mdan sotilgan. 45 ming so'mdan shpont taxta bemalol kelib akita beradilar. Duruşuna beraman, fakat şu bölümdeki bundan. Sebebi bundan köp. Hammaga yetadi, bu yandan bor, bo'lingan varianti. Sasna 100%, 10lik, 2,5lik, rabochisi 8,5lik, 45 ming so'mdan olib ketsalar bo'ladi. Bunda shu uchun razmerlarni yozdirganman. Sababi klientlar kelib dandirab yurmasin. Bunda masalan bundan yozilgan razmer. 14 ga 21lik. Bu pol taxtamiz ham shpontlangan, tayyor. Ma'lumot uchun aytib o'taman, 55 ming so'm danası 14-21lik. Demek beramiz 53 ming so'mdan. Bu taraf ham yo'nilgan, tayyor. Tak, bunda ochiq bo'lsa, ochgan bor ekan. Tak,
taxtani silliqligina bir e'tibor berasizlar ustani. Ajoyib. Demak, buni 3 tarafı yo'nalgan. Ya'ni bu yana takizligi, uchdan takiz, bu ham yo'nalgan. Bu yana esa taxta burilmasligi uchun polasa tashlaymiz. Polasa tengda havo aylanadi. Taxta bundan burilib ketmaydi. Shu ma'noda takizlangan 53 ming so'mdan xarid etsalar bo'ladi. Ustalar ko'pchilik nechik nov takizli dedi, imunda 16 dişli Победит degan narsa bor. Победит dish. 16 danadan 8 danadan turadi, 16 dish har birini takizlab o'tadi. Sababi qarang, bunda birisi, bunda val. Buni shu stanokda takizlash uchun 7 val podeshka qiladi. Buni sifatli chiqarish uchun oddiy tig'dan foydalansak ham bo'ladi, lekin bizlara sifat muhim. Hozir shu bir tig'imizni o'zi $1000 yaqin turadi, komplekt. Rasvotindan kaçmayın shu narsani qo'yamiz. Sababi sifat muhim. Bir takizladan chek 16 dona tig takizlab o'tdan chek bir taxtdan. नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे